Assalomu alaykum. 33, 34, 35 moslashtirishga doir savollar bilan ishlashda davom etamiz. Demak, undalma. Undalma ham tushishi mumkin. Tushish ehtimoli borlarini birma-bir ko'rib chiqayotgan edik. Demak, ulardan biri undalmali gap. Undalmali gap turishi mumkin va biz unda to'g'ri moslashtirishimiz kerak. Buning uchun esa undalmani takrorlab olamiz, albatta. Xo'p, demak, undalma nima? Undalma so'zlovchining fikri qaratilgan shaxs, narsa va o'rin-joy. Demak, so'zlovchining fikri qaratilgan shaxs, narsa, o'rin-joyga undalma deyiladi. Demak, biz fikr bildiramiz. Kimgadir qarata gapiramiz. O'shanda biz biron bir shaxsga qarata bironta so'z aytsak va o'sha shaxsning nomini yoki ismini keltirib o'tsak yoki biron bir narsaga qarata gapirsak va o'sha narsani ham aytib o'tishimiz kerak. O'sha aytilgan narsa undalma yoki o'rin-joyga nisbatan bo'lishi ham mumkin. Keyingi qoidaga e'tibor qarating. Undalma demak, biz ma'lum bir shaxs, narsa yoki joyga qarata murojaat qilganimizda yuzaga keladi. Demak, ularga murojaat qilishimiz kerak. Kimgadir yoki biron bir narsaga yoki biron bir o'rin-joyga murojaat qilganimizda undalma yuzaga keladi. Demak, bu holatda o'sha shaxs, narsa yoki joy nomi nutqda aytilishi kerak. Masalan, Setora, o'rningizdan turing. Demak, bu yerda Setoraga nisbatan men murojaat qilyapman va uning ismini yoki nomini aytyapman. Demak, bu yerda Setora undalma. Setora undalma yoki narsaga qarata gapirishimiz ham mumkin. Kitob. Sen mening ajralmas do'stimsan. Demak, bu yerda kitob undalma bo'lyapti. Nima uchun? Chunki unga biz murojaat qildik yoki o'rin-joy ham bo'lishi mumkin. Samarqand, sen yer yuzining sayqalisan. Men bu yerda Samarqandga murojaat qilyapman va Samarqand deb aytyapman. Bu yerda Samarqand undalma. Samarqand, sen yer yuzining sayqalisan deganimda men Samarqandni undalma sifatida shakllantirdim. Agar men lekin Samarqand yer yuzining sayqali desam, Samarqand yer yuzining sayqalidir desam, bu yerda undalma sifatida, ya'ni murojaat yo'q. Bu yerda bu undalma bo'lmaydi Samarqand so'zi. Men qachonki Samarqand sen yer yuzining sayqalisan desam, Samarqand undalma bo'ladi. Yoki yuqoridagi misolimizda kitob, sen mening yaqin do'stimsan deganimizda kitob undalma dedik narsa sifatida. Lekin biz kitob mening eng yaqin do'stim desam, kitob mening eng yaqin do'stim desam, bu yerda undalma bo'lmaydi, chunki murojaat bo'lmayapti. Aynan murojaat shakli undalmada asosiy o'rin tutadi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Demak, bitta misol keltirilgan mana. Masalan, demak, Akmal Ikromov gapiring. Bu yerda demak gapiring deb murojaat qilinyapti Akmal Ikromovga. Akmal Ikromov bu yerda undalma bo'lyapti. Demak, murojaat Akmal Ikromovga qaratilgan. Endi yana e'tiborli jihatimiz, gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar bo'ladi. Ular boshqa bo'laklar bilan aloqaga kirishmaydi. Ya'ni sintaktik jihatdan bog'laganimizda ularni umuman aloqaga kirishtirmaymiz. Bunday bo'laklar ikkita, ya'ni ulardan bittasi undalma bo'lsa, bittasi kiritmalardir. Hozir faqat undalma haqida gaplashyapmiz. Demak, undalma gapda boshqa bo'laklar bilan ma'lum bir aloqaga kirishmaydi. Sintaktik, morfologik kabi aloqaga kirishmaydi ular, undalmalar. Shuning uchun ham ular vergul bilan ajralib turadi. Biz bilamiz, masalan, ma'lum bir hayotda ham kimdir boshqalar bilan yaxshi munosabatga kirishmasa, uni nimadir ajratib turadi. Qanaqadir bir qalqon deymizmi? Bu yerda undalmaning qalqoni vergul ko'pincha. Ya'ni undalma, mana tasavvur qiling, safda so'zlar turibdi va birinchida o'sha safning birinchisida undalma turibdi. Demak, undalma boshqa bo'laklar bilan aloqaga kirishmaydi, shuning uchun ularga qo'shilib ketmasligi kerak. O'sha sababdan ham undalma gapning boshida kelsa, e'tibor qarating, undalma mana gapning boshida kelsa, boshqa bo'laklari bilan aloqaga kirishib ketmasligi uchun undan keyin vergul turadi. Vergul uni himoya qilib turadi. Agar undalma so'zning o'rtasida kelsa,
Agar undalma so'zning debman gapning o'rtasida kelsa, mana bunday holatda mana ikkita tomondan virgul bo'ladi. Chunki aralashib qo'shilib ketmasligi kerak u. Agar undalma gapning oxirida kelsa, undan demak avval virgul qo'yamiz aralashib ketmasligi uchun. Xullas, mana shu qoidaga e'tibor qarating. Undalma boshqa gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydi. Shu sababli doimo virgul yoki undov belgisi bilan boshqa bo'laklardan ajratib yoziladi deb mana pastda qolip ham berilgan. Agar kuchli his-hayajon bilan aytilsa, biz undan keyin undov belgisi qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu birinchi qolipda undalma virgul qo'yilgan, keyin mana davom etyapti gapimiz. Boshida kelsa, undan keyin bo'lyapti. Agar his-hayajon bilan aytilsa, misol uchun vatan, men seni sevaman. Vatan, men seni sevaman deganda vatandan keyin virgul qo'yib, men seni sevaman deb yoziladi, vataniga murojaat qilinyapti. Agar biz bu yerda vatanni kuchli his-hayajon bilan aytayotgan bo'lsak, undov qo'yishingiz ham mumkin. Ya'ni vatan, undov belgisi, demak, sen men uchun suyuklisan kabi bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, undalmaga misollarni ko'rib chiqamiz. Mana so'zning boshida, o'rtasida yoxud oxirida kelganiga turli misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, undalmaga misollar. Sen beshik emassan, dorsan tabiat. Demak, bu yerda undalma tabiat. Biz tabiatga murojaat qilyapmiz. Mana undan oldin virgul turibdi ajratib turish uchun. Sen beshik emassan, dorsan deb biz tabiatga murojaat qilyapmiz. Lekin biz hozir tabiat beshik emas, dordir desam, darakkab shaklda bo'lsa, bu hech qanaqa undalmani yuzaga keltirmaydi. Biz unga murojaat qilib, unga qaratib gap gapirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, xalqim doimo omon bo'l. Mana gapning boshida kelyapti. Xalqim undalma, undan keyin virgul qo'yilyapti. Demak, keyingisida dunyolarga alishmam, yurtim tuprog'ing aziz. Dunyolarga alishmam, yurtim. Mana bu yerda yurtim undalma, o'rtada va ikkita tomondan virguli bilan kelyapti. O'shani abror uzat. Abror uzat. Ya'ni bu yerda abrorga murojaat qilinyapti. Abror ikkita tomondan virgulga olingan. So'zning o'rtasida undalma keldi. Ey hayot, senga hammasi uchun rahmat. Bu yerda ey hayot undalma, undan keyin virgul qo'yilgan. Senda sodiq do'st bormi kitob? Demak, bu yerda kitobga murojaat qilinyapti, oxirida kelyapti va undan oldin virgul qo'yilyapti. Demak, undalma asosan mana shunday shaklda bo'ladi. Yoyiq undalma, yig'iq undalma deganlarimiz ham bor bundan tashqari, lekin milliy sertifikat uchun bu asos, bunaqa narsalar kerak emas. Xullas, undalmali gapni ajrata olsak bo'ldi. Mana shunday misollar orqali ajratib olamiz.